Bo'ldi. Alo. Hozir hayron qolamanda, bu ko'rib o'tdik-ku, bolalarga vaqt ajratishadi, ya'ni ota ham, ona ham. Asosan ko'raman, bolalar maydonchasida ham o'ynatib yurgan ko'pincha otalar bo'ladi-da. Nima bular otalar ishlamaydimi shunda? Bu yerda otani ishi, onani ishi degan narsa yo'q. Men shu narsani ko'rmayapman. Hattoki idish yuvish ham, otalar ham idish yuvib ketaveradi, ovqatni ham otalar ham qilib ketaveradi. Bizda biday mana sani vazifang, bu sani vazifang, sen otaligingni qilsan, onaligingni qil degan tushuncha yo'q bu yerda. Menga ham bitta narsa yoqadi menga, mana Nuriyani maktabda bayramda bo'ladi-yu, bayramga borganimizda o'sha bayramda otasi ham, onasi ham turib beradi-da. Har qanaqa ishini chetga surib kelgan bo'ladi. Mana shu doim bola uchun turib berishini yaxshi ko'raman bularni. Doim umuman ota-ona qo'lga telefon ushlamaydi. Qo'l berasizmi? Shunaqa. Doim kitob. Shu bolalar maydonchasida ham kitob o'qib berayotgan bo'lishi mumkin. Ostanovkami, qayerda ko'rsangiz ham bolasini qo'lida kitob. Ota-onalar bir telefonga yopishmagan-da. Mana shu jihatni bilmayman. Albatta, men ham kerak bo'lgan jihat. hayratga soladi, chunki men ham nemis oilada yashayman-ku, bolalari bor. Bolalarini oldida umuman ota-onasi telefon o'ynamaydi-da, ularni darsiga yordam beradi, boshqa qiladi. Bolalar uxlagandan keyin, undan keyin nima ishi bo'ladigan bo'lsa, kompyuterdami, telefonda, undan keyin bemalol qilishadi. Bu sababi nima? Telefonga nimaga yopishib qolmagan bular, hamma ishi nimaga telefonda emas? Bularda ko'pchiligida даже Instagram yo'q, bilasizmi? Ha. Keyin men hayratda qolaman. Ana eski Nokia bor edi-yu, knopkali, usti ko'k rang. Bilmayman, Nokianing 10 mi, 10 ham eskisi. Ana shu telefon chetib yurgan nemisini ko'raman. O'sha undan xulosa qilamanki, bular uchun telefon faqat aloqa uchun bo'ldi. Qolgan payti bular o'zini ustida ishlaydi, kitob o'qiydi. Mana shu jihatini nima deydi? Menimcha hamma o'zlashtirish kerak. Kimdagi agar shu xislat bo'lmasa. Masalan, ayta olmaymiz, biz o'zbeklar unaqa emas. O'zbeklarimiz ham bor bunaqa. Kitob o'qiydiganlar, o'zini bemalol boshqaradiganlar. Endi boshqara olmaydiganlar uchun bu yaxshi misolda.